Assalomu alaykum, hurmatli navoiy akalar, hurmatli obunachilarimiz. Bizga ba'zi bir savollar bo'lganda, nima uchun non apparatlarga ozgina qimmat deb sabablardan birini ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu apparatimizni boshqaruv blogi, ya'ni miyasi deyiladi. Bu bizni non apparatimizni boshqaruv blogi. Bu esa boshqa arzon turdagi non apparatni boshqaruv blogi. Bu bizni non apparatimizni boshqaruv blogi uchun Xitoydan maxsus zakaz qilgan platasi. Maxsus buyurtma qilib borib, o'zimiz shaxsan buyurtma qilib kelganmiz, yetib kelgan ishlab chiqarishda foydalanyapmiz. Mana farqini o'zidan ko'rishlar mumkin. Simlari ham qalin, uyda montajda ishlatiladigan qalin mis simdan foydalanamiz. Keyin bizning non apparatlarimiz har 5 tada 5 aylanib kelganda o'zini tekshiradi. Bu original varianti faqat bizda bo'lgan. 2024-yildan beri shu programma asosida ishlaymiz. Bizim mana bunaqa sensori kuyib qolgan taqdirda ham apparatlarimiz ishlayveradi. Muammo qilmaydi. Keyin bunaqa sensorni yechib qo'yish ham muammo emas. Bunaqa oddiy otvertka bilan qilinadi. Oddiy odam ham qo'yib olaveradi buni. Keyin programmadan chiqib ketgan taqdirda, programmadan chiqish juda kam bo'ladi-yu bizda. Lekin programmadan chiqqan taqdirda mana bunaqa o'zini nano Arduino'si bo'ladi. Apparat miyaga suqib sug'urish oson, juda oson. Mana oddiy odam ham suqib keyin sug'urib almashtirib olish mumkin. Endi mana arzon apparatlarning boshqaruv blogi miyalar mana. Qanaqa holatda? O'zidan ko'rishlar mumkin buni. Na buni sug'urib bo'ladi, na qo'yib bo'ladi. Boshqa jihatlardan ham non apparatimiz ustunliklari bor. Bu bitta jihatini keltirib o'tdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar.